Bugungi videomizda login parollar qanaqa qilib o'g'irlanadi va ular leak bo'ladi, ya'ni tarqatiladi. Shu narsani ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda biz qatorganimizni ko'rib olamiz. Biz o'sha tekshir o'zimizning qo'limiz ichidamiz. Bizga kerak emas. Endi to'g'ri nima qilamiz? Nima borligini ko'ramiz. Bizga kerak bo'lgan pul mana shu. Biz bu komandani sudo bilan ishlatamiz, chunki bizga sudo huquq kerak. Chunki giyoh fayllarni sudo huquqi bilan ochadi. Bizga nima kerak? Ko'proq odamlar qiziqqan Instagram 02 qilamiz. Bizga avtofollower yolmasam, обычный follower nimasi page kerak. Cloud xizmatidan foydalanamiz. Cloud xizmati masofadan turib, xohlagan joydan skaner qilsa, bizga parol kelishini ta'minlaydi. Bu Cloud xizmatini biz uchun faollashtiryapti. Ozgina kutib turamiz. Bizga qanaqadir maska kerakmi? Yo'q, bizga maska kerak emas. Endi ozgina kutamiz. Bizda link bor, уже. Linkni olamiz. O'zimiz tekshirib ko'ramiz birinchi. Bizda mana page bor. Bizda admin panel va logotar. Endi buni QR kod shaklida chiqaramiz. Endi обычно generate QR code xohlagan saytga kirishimiz mumkin. Biz o'zimiz tashkil nima qilgan QR kod olamiz. Mana shu QR kodni qog'ozga chiqaramiz. Bizda IP adres bor. Endi kutamiz, то что login parol yozishini. Login parol yozadi. Chunki bu qanaqadir qiziq narsa bo'ladi. Chunki u odamzodda qiziqishi o'zini yeydi. Endi ko'ramiz, kutamiz. Akam. Bizda то что baribir nima qo'yiladi. Bizda login parol, account, login parol. Bizda bu narsa alt degan nimamizda userdata.date degan username.date degan nimada fayl saqlandi. Endi buni biz ko'rishimiz mumkin. То что buni kontrol qilamiz, to'xtatamiz. O'sha proses bo'ldi. Bizda ls qilamiz. Bizda aus degan nima bor. cd qilamiz. Aus ishiga. Nima qilasiz? Hozir bir minut. Ket username.date yozamiz. Bizda login parollar bor, login parol va bizda asosiy login parol, azlik parol. Bu videomizda login parollar qanaqa qilib o'g'irlanishi va ular leak qilishini ko'rib chiqdik. Sizlardan iltimos qilamanki, yosh kattalar bu narsaga ko'p e'tibor berishmaydi. Ya'ni shunaqa narsalarni ko'p sken qilishadi. Shuni ogohlantiramanki, bunaqa narsalarni hammasini ham sken qilishni tavsiya bermayman va bu narsani biz olib tashladik. Bu narsa qoldirib bo'lmaydi va bu narsa qat'iyan taqiqlanadi.